27 yoshli tibbiyot fakulteti talabasi Brian Sheffer do'stlari bilan tungi barga keladi. Uning kayfiyati chog', do'stlari bilan ichib, odamlar bilan suhbatlashardi. Tungi soat 1:55 da barning yagona kirish-chiqish eshigidagi kuzatuv kamerasi Brianning ikki qiz bilan gaplashib, so'ngra bar ichiga qaytib kirganini muhrlaydi. Bu uning tarixdagi eng oxirgi kadri edi. Soat 2:00 da bar yopiladi. Do'stlar Brianni qidirishadi, lekin topisha olmaydi. Politsiya bar va bino atrofidagi barcha kuzatuv kameralarini soniyama-soniya tekshirib chiqadi. Aqlsizlik shunday ediki, kameralar bar ichiga kirgan har bir odamning qaytib chiqqanini qayd etadi. Faqat bir kishidan tashqari, Brian Sheffer. U bardan chiqmagan, lekin bar ichida ham u yo'q edi. Barda boshqa chiqish eshigi yo'q edi. Ko'rsatish eshigi ham kameraga, bino devorlari, ventilyatsiya quvurlari va axlat qutilari tekshiriladi. Hech narsa topilmaydi. Voqeadan bir necha oy o'tgach, yanada g'alati holat kuzatiladi. Brianning sevgilisi har kuni uning o'chirilgan telefoniga qo'ng'iroq qilardi. Sentyabr oyida kutilmaganda Brianning telefoni go'dak berdi va uning telefon signali shahardan 25 kilometr uzoqlikdagi simsiz minoradan tarqaldi. Lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Bu ish bo'yicha yuzlab odamlarni detektor, ya'ni yolg'on aniqlagich orqali tekshirildi. Barning har bir g'ishtini ko'zdan kechirildi, lekin 2026-yilga kelib ham Brian Shefferning jasadi ham, izi ham topilmadi. U bino ichidagi to'satdan yo'qolib qolgan yagona inson bo'lib qolmoqda. Aytgancha, sizga ham ushbu turdagi faktli videolar, qiziqarli ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta Faktopia kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, izohlar yozib bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Kattakon rahmat, ko'rishguncha.